Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Statistikaga qaraganda, lotereyada yutuq yutib olgan insonlarning 70% qisqa muddatdan keyin u pullarni yo'qotib qo'yar ekan. Ya'ni qisqa muddatdan keyin yutuq yutib olmaganda qanaqa finansiy ahvolda bo'lsa, o'sha ahvolga kelib qolar ekan. Bu videomiz umuman pul, boylik yoki qanaqa qilib boy bo'lishning sirlari haqida emas. Bu video hayotimizning eng katta va ilohiy sirlaridan bittasi haqida. 99% insonlar hayotda bu narsani bilmaganliklari uchun juda ham qiynalib yashashadi va bu haqida tafakkur qilmaganliklari uchun Allohga bo'lgan ishonchlari juda ham past. Ekonomika olimlarining fikriga ko'ra, dunyodagi eng boy insonlardan ularning pullarini olib barchaga, ya'ni ommaga teng tarqatib chiqilsa, qisqa muddatdan keyin bu pullar aylanib yana qaytib o'shalarning cho'ntagiga kelib qolar ekan. Nimaga? Bunga sabab ommada intellekt pastligida yoki ommani ahmoqligida emas, bu holatni hech qanaqa aql bilan aloqasi yo'q. Bu holat insonda maqsadi tomon eltadigan yo'lni bosib o'tganligida. Ya'ni background, sizni hayotiy tajribangiz yoki hayot sizni qanaqa qilib o'zgartirganligi haqida. Odatda bizga hayotni tushuntirishayotganda ko'pincha hayot bir ko'tarilishdan, bir tushishdan, bir yiqilishdan, bir omaddan, bir omadsizlikdan iborat deyishadi. Taxminan biz hayotni mana bunaqa tasavvur qilamiz. Masalan, inson hayotda bir ko'tariladi, bir tushadi, bir xursand bo'ladi va xafa bo'ladi. Ya'ni shunaqa sirlab berishadi. Manzilga erishishlik uchun ham nimadir orzu qilsang, nimadir maqsad qilib qo'ysang, u yo'lda san ba'zan turasan, ba'zan yiqilasan, ba'zan omadsizlik, ba'zan san maqsading sari mana shu yo'l orqali borasan deyishadi. Lekin bu haqiqatga qanchalik yaqin? Haqiqatga yaqinroq, bundan ham yaxshiroq sistema, hayotni ko'rsatib beradigan sistema bormi? Bugun biz sizlar bilan shu narsani ko'rib chiqamiz. Undan oldin sizni e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Biz odatda kimnidir tabriklayotganda yoki bizani tabriklashayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, biz faqatgina yaxshilik tilaymiz. San hayotingda hammasi zo'r bo'lsin, kasal bo'lmagin, doimo sog'-salomat bo'lgin, doimo xursand bo'lgin va umuman olganda shunaqa muammolarsiz hayot tilaymiz insonga. Lekin neyrobiologlarning fikriga ko'ra, inson miyasi umuman muammosiz hayotga yashash uchun moslashtirilmagan. Ya'ni biz doimiy ravishda qanaqadir imtihonlardan va qanaqadir challengelardan o'tib turishimiz kerak. Agar insonda u hal qilishi kerak bo'lmagan, u bosh qotirishi kerak bo'lmagan holatlar bo'lmasa, inson o'zini sama-sabotaj qilishni boshlaydi. Ya'ni o'ziga o'zi qarshi, miya o'ziga qarshi ishlashni boshlaydi. Inson shunaqa mavjudotki, u o'zini komfort zonasidan chiqishni umuman yomon ko'radi. Yana bitta e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan juda ham katta narsalardan bittasi bu bizani o'lchov birliklarimiz. Biz nimani o'zimiz uchun yaxshi deb hisoblaymiz va nimani o'zimiz uchun yomon deb hisoblaymiz. Va o'lchov birligimiz juda ham oddiy. Bu oddiy til bilan aytganda, bizani nafsimizga yoqadigan narsalar biz uchun yaxshi, bizani nafsimizga yoqmaydigan narsalar, bizani komfort zonadan chiqarishga undaydigan narsalar biz uchun o'zimiz uchun yomon deb hisoblaymiz. Bitta muammo bo'lsa, hayotimizda darrov nimaga aylanman, nimaga boshqalar emas, men shunaqa o'qib yuribman-u, namoz o'qiyapman, lekin boshqalar o'qimayapti yoki shunga o'xshash juda ham absurd, qanaqadir destruktiv fikrlarni boshimizda aylantira boshlaymiz. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Bu o'lchov birligini o'zgartirish uchun nima qilish kerak? Hayot yo'lingizni yanada yaxshiroq ko'rsatib beradigan bitta sxema bor. Tasavvur qiling, bu siz va bu sizni maqsadingiz. U maqsadga olib boradigan yo'l shunchaki tekis, ravon yoki to'lqinsimon emas.
va hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki tekis yo'lda siz o'zgarmaysiz. Siz shaxs sifatida hech qanaqa o'zgarishlarga uchramasdan siz mana bu maqsadingizga erisha olmaysiz. Siz albatta qo'ygan maqsadingiz tomon harakat qilishingiz uchun orqaga ketishingiz shart. Harakatlanasiz. Siz albatta oldinga borishingiz uchun orqaga borishingiz kerak va siz shaxs sifatida kengayishingiz kerak. Chunki siz shaxs sifatida o'zgarmasangiz, siz mana bunga erisha olmaysiz. Lekin insoniyatda shunaqa xususiyat borki, u har doim maqsadi tomon eltadigan yo'lni tekis, ravon va hech qanaqa narsiz bo'lishini istaydi. Lekin unaqa holatda siz hech qachon o'zgarmaysiz. Shaxs sifatida nafsingiz tarbiyalanmaydi, hayotga qarashlaringiz o'zgarmaydi, siz kengaymaysiz. Dunyo qarashingiz o'sha avval qanaqa qisqa bo'lsa, shunaqa qisqaligicha qolib ketadi. Va bu shaxs, bu kichkinagina rivojlanmagan, nafsi tarbiyalanmagan shaxs hech qachon maqsadiga erishib baxtli bo'la olmaydi. Bu maqsad, bu orzu sizga hech qachon yuqmaydi. Aslida inson doim o'ylaydiki, mana bu xohlayotgan narsasi, orzusi, bir katta bir maqsadi juda ham bir qiymatli bo'ladi inson uchun. Lekin aslida unaqa emas. Aslida eng qiymatli narsa bu sizni bosib o'tgan yo'lingiz, sizni transformatsiyangiz, sizni shaxs sifatida o'zgarishingiz, Allohga yaqinlashishingiz. Mana shu yo'l sizni Allohga yaqinlashishga, Allohga ishonishga, sizni dunyoni boshqacha ko'rishga olib keladi. Dunyo qarashingizni o'zgartirishga olib keladi. Va mana bu aslida eng katta Allohning rahmati. Siz bunga nisbatan siz buni sevib va qachon menda bo'ladi, qachon men erishaman deb turgan vaqtingiz, siz bunga ko'z yummasligingiz kerak. Siz aslida mana bu yo'lni bundan ko'ra ko'proq sevishni o'rganishingiz kerak. Meni eng yaxshi ko'radigan Qur'ondagi oyatlarimdan bittasi bu fa inna ma'al usri yusron. Har bitta og'irlikdan keyin yengillik keladi. Bu sura tafsirlarini 2 yil davomida o'rganganman. Har xil olimlarni bu suraga bergan tafsirlarini o'rganishga harakat qilganman. Chunki ba'zi bir olimlar har bitta og'irlikdan keyin yengillik keladi desa bu sura haqida. Ba'zi bir olimlar esa har bitta og'irlik bilan birga yengillik keladi. Ya'ni ular birga, ular birinchi og'irlik, keyin yengillik emas, ular birga keladi. Va men bu narsa men uchun juda ham qiziqarli tuyulgan. Nima sir bor bunda? Nimaga men tushunmayapman bu narsani? Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? degan savollar bo'lgan menda. Agar siz hozir hayotingizdagi eng qiyin vaziyatlardan bittasidan o'tayotgan bo'lsangiz, agar hozir hayotingizda siz xohlagan narsalar bo'lmayotgan bo'lsa va aynan ularni teskarisi bo'layotgan bo'lsa, ishlaringiz orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, bilingki, bu sizni maqsadingiz tomon harakatlanayotganingizni bir elchisi. Bu siz o'sha xohlagan narsangizga erishish uchun yo'lda ekanligingizni bildiradigan bir indikator. Siz bosib o'tayotgan yo'l bu Allohning eng katta rahmatlaridan bittasi. Muammo, siz o'tayotgan muammolar, siz o'tayotgan o'sha imtihonlar sizni maqsadingizga yetishingiz uchun xizmat qilayotgan xizmatchilardir. Kimdir hozir bu videoni ko'rib aytishi mumkin: "Ha, men fikringizga qo'shilaman, siz to'g'ri gapiryapsiz, siz juda ham aqlli gaplarni, fikrlarni aytyapsiz. Lekin siz bilmaysiz, u hammada har xil vaziyat. Menda masalan boshqalarga o'xshamagan, juda ham og'ir meni holatim boshqalarga o'xshamagan" degan fikrlarni bildirishi mumkin. Ha, to'g'ri, sizni holatingiz boshqalarga o'xshamagan bo'lishi mumkin, sizni holatingiz hozir og'ir bo'lishi mumkin. Lekin siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi, Alloh hech bir bandaga u o'tolmaydigan narsani yuklamaydi.
Agar inson juda ham katta, buyuk bir narsani xohlasa, demak uni o'shanga olib boradigan yo'li ham buyuk bo'ladi. Uni o'tadigan imtihonlari ham buyuk bo'ladi. Alloh uni o'zi xohlagan narsaga erishish uchun, o'sha shaxs bo'lishi uchun, o'zgartirish uchun aynan sizga kerakli bo'lgan yo'lni sizga taklif qiladi. Afsuski, oramizda juda ham kamdan kam insonlar kutmagan joydan muammo kelganda unga hurmat bilan e'tibor qilishadi. Odatda bizda muammoni juda ham negativni kutib olishadi. Bizni muammoga bo'lgan munosabatimiz juda ham achinarli holatda. Biz muammo kelganda orzularimizni unutib qo'yamiz. Nima so'raganligimizni unutib qo'yamiz. Qanaqa katta narsalarni so'raganligimizni unutib qo'yganligimiz tufayli bu muammolar bizni hayotimizda bo'lishi kerak emas edi deb fikr qilamiz. Va muammolarni hal qilayotganda biz men hozir mana shu muammolardan o'tib boshqa shaxsga aylanishim kerak ekan degan fikr bilan emas, qurbon pozitsiyasida harakat qilamiz. Unisiga yolvorib, bunisiga telefoningizni sistemasidagi qanaqadir ziboy bo'lsa, buzilish bo'lsa, siz darrov uni ustaga olib borib, uni tuzatishga harakat qilasiz. Hayotdagi muammolarga ham biz xuddi shunaqa munosabat qilamiz. Bu bo'lish kerak emas edi degan pozitsiya bilan qaraymiz. Yoki bo'lmasa biz muammolardan juda ham qo'rqamiz. Muammolardan qo'rqishimizning eng katta sabablaridan bittasi, muammoga uchragan paytda biz komfort zonamizdan chiqishimiz kerak. Bu miya uchun eng katta qiyin masaladan bittasi. Nafsingiz tarbiyalanishi kerak va nafs hech qachon tarbiyalanishni xohlamaydi. Ego esa o'zgarishi kerak. Siz shaxs sifatida o'zgarishingiz uchun mana shu yo'lni muhimligini siz o'zingiz tushunishingiz, anglashingiz va bu haqida tafakkur qilishingiz kerak. Bilasizmi? Har bitta qo'rquv bu o'sha sohada siz Allohga ishonmasligingizni ko'rsatadigan ko'rsatkich hisoblanadi. Nima demoqchiman? Ya'ni agar siz misol qilib aytganda bolalaringizni kelajagi uchun qo'rqsangiz, xavotirlansangiz, demak bu degani, demak siz bolalaringizni kelajagida siz Allohga ishonmaysiz. Siz qanaqadir imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz va bundan qo'rqayotgan bo'lsangiz, imtihonda nima bo'ladi, o'ta olamanmi, yo'qmi deb o'ta olmaslikdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, demak siz hamma narsada Allohga ishonasiz, lekin mana shu imtihon bu juda ham muhim narsa. Bu siz uchun juda ham muhim va buni hech kimga ishona olmaysiz. Yoki agar siz ertaga qanaqa qilib yashayman, qayerdan pul topaman, kelajakda qanaqa qilib boqaman farzandlarimni degan qo'rquv bo'lsa sizda, demak siz hamma narsada Allohga ishonasiz, lekin mana shu sohada siz Allohga unchalik ishonmaysiz. Kimdir aytishi mumkin, "Yo'q, qanaqa qilib men Allohga ishonaman, bu unaqa ishonchsizlik, men musulmonman" deyishi mumkin. Ha, biz hozir Alloh borligiga ishonch haqida gapirmayapmiz. Masalan kimdir "Men do'stimga ishonaman, u meni yaqinim" desa, bu ishonch u do'stini borligiga yoki yo'qligiga ishonch emas. U do'stiga bo'lgan haqiqiy ishonch haqida gapiryapti. Agar bu insonda qanaqadir yomon holat bo'lsa, do'sti unga doimo yordamga tayyor ekanligi haqida gapirilyapti. Yoki do'sti uni hech qachon sotmasligi haqida gap ketyapti. Agar hayotingizning qaysidir sohasida Allohga bo'lgan ishonchingiz past bo'lsa, demak o'sha sohada sizda juda ham katta qo'rquv paydo bo'ladi. Va biz muammolardan qo'rqishimiz, bizni muammolar qiynashi ham Allohga bo'lgan ishonchimizni pastligini ko'rsatadigan ko'rsatkich, indikator hisoblanadi. Agar siz Allohga qaysi sohalarda ishonchingiz pastligini bilishni xohlasangiz, nimalardan qo'rqishingizga qarang. Nimalar sizni hayotda qo'rqitadi? Nimalar bilan yuzlashishni umuman xohlamaysiz? Bu videodan maqsad shuki, manzil, maqsad, orzu qanchalik katta bo'lmasin, siz bosib o'tgan yo'l doimo qadrliroq, doimo qiymatliroq va doimo muhim bo'lgan narsa.
Odatda insonlar shukronalikni maqsadiga erishgandan keyin qilishadi. Voy, Robbim menga shunaqa narsa berdi, qancha xohlagandim, mana rahmat, shukr qilaman. Lekin eng katta shukronalik sizni bunga olib borgan yo'lga bo'lishi kerak. Yo'l uchun bo'lishi kerak. Ya'ni agar Alloh sizni o'zgartirmaganda, siz bu narsaga erishmagan bo'lardingiz. Sizni transformatsiya qilgan vaziyatlar uchun eng katta shukronaligingiz bo'lishi kerak. Ko'pchilik qiynalayotgan vaqtda shukronalik keltirishni juda ham nelogichna deb bilishadi. Bunda nima logika? Men hozir qiynalayapman-ku, nimasiga men buni shukr qilishim kerak? Va meni ham konsultatsiyalarimda bu holat juda ham ko'p uchragan. Ba'zi insonlar agar men hozir shu yomon ahvolimda shukronalik qilsam, Alloh meni bu holatimni o'zgartirmaydi, chunki Alloh o'ylaydiki, bu holat meni qoniqtiryapti. Men bu holatdan rohatlanyapman deb o'ylab, Alloh meni holatimni o'zgartirmaydi deb qo'rqar ekan. Undan tashqari, insonlar muammoli vaziyatlarda hayotidagi eng yomon kunlariga shukr keltirishni ahmoqlik deb hisoblashar ekan. Lekin men o'ylaymanki, bu video sizni tafakkurga chorlaydi va siz bu yerda aytilgan gaplar haqida tafakkur qilasiz va o'zingiz uchun anglashla olasiz. Bu narsani shunchaki eshitib emas, tafakkur qilib anglab yetasiz va o'z anglashlaringizni izohlarda yozib qoldirasiz degan umiddaman. Video oxirida kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan barchalaringizni tabriklayman va bu tafakkur oyida biz konsentratsiyamizni, fokusimizni tafakkurga, ko'proq tafakkur qilishga qaratishligimiz, ko'proq Alloh haqida o'ylashga harakat qilishligimizni, Allohni anglashga harakat qilishligimizni tilab qolardim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va bu video kimgadir foydali deb bilsangiz, u insonga yuborib qo'ying va o'zingizni anglashlaringizni izohlarda yozib qo'ying. Men uchun xalq, omma qanaqa fikrlashini, ularni tafakkuri qanaqa ekanligini va qanaqa anglashlar olganligini bilish men uchun juda ham qiziq va muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.